Azizlar, mana birinchi finalchi nomi ham ma'lum bo'ldi. Uzoq yillardan keyin biz Ispaniya terma jamoasini yana mundial uchun, g'olibligi uchun kurashadigan hududda ko'ryapmiz. Ispaniya darvozasini faqatgina De Ketelaere ishg'ol eta oldi. Qolganlarga nasib etmadi. Hatto qo'rqinchli Fransiya ham Unai Simonga biror bir tuzuk seyv qilishga ham bir imkon bermadi. Mana shunaqa De La Fuente raqibni ko'zini ochirmasdan turib finalga yetib kelyapti. Mana bugun nihoyat Ispaniya haqidagi taassurotimiz hali uyg'ondi. Kartina sal bo'lsa ham shakllandi. Bu Ispaniya raqibga hisobni ochishga yo'l qo'ymas ekan. Keyin esa sekin maydalab yergan. Ispaniya muxlislarini tabriklaymiz bugungi ishonchli va ardoqli g'alaba bilan. Muxlislar maza qilishyapti.